Qadimgi Misrda siyish orqali homiladorlikni aniqlash yoki don sinovi testi tarixiga yuzlansak, o'tmishga Dervishnod bilan yuzlaning. Qadimgi Misrda homiladorlikni aniqlash xalq tabobati, tajribaviy kuzatishlar va marosim amaliyotining o'ziga xos uyg'unligini namoyon etadi. Mashhur Karlsberg va Ebers papiruslari kabi arxeologik va papirus manbalari homiladorlikni tashxislash uchun batafsil retseptlar va sinovlarni o'z ichiga oladi. Eng mashhur usullardan biri don sinovi deb atalgan. Ayol kishi arpa va so'li solingan xaltachalarga siyishi kerak bo'lgan. Agar don unib chiqsa, ayol homilador deb hisoblanardi. Bundan tashqari unib chiqish tezligi go'yo bolaning jinsini bashorat qilish imkonini bergan. Masalan, arpa o'g'il farzandni, so'li esa qiz farzandni anglatgan. Zamonaviy tadqiqotlar, masalan 20-asr tajribalari homilador ayol siydigida haqiqatdan ham donning o'sishini rag'batlantiruvchi gormonlar mavjudligini tasdiqladi. Bu qisman ilmiy asosga ega bo'lgan qadimiy sinovning noyob misollaridan biridir. Don usulidan tashqari tumor va afsunlar bilan sehrli marosimlar ham qo'llanilgan. Kohinlar va tabiblar ko'pincha fol ochishgan va ayolning tushlarini sharhlashgan. Qiziq tomoni shundaki, bunday usullar Yaqin Sharqning keyingi davr xalq tabobatida ham saqlanib qolgan. Shunday qilib, qadimgi Misrning homiladorlikni tashxislash amaliyoti kuzatishlar va sehrli tafakkurning murakkab qorishmasidan iborat edi. Bu bilimlar qadimgi Misr tibbiyotida homiladorlik fiziologiyasini ilmiy tushuntirishning yo'qligi sharoitida yuqori darajada tajribaviylikni ko'rsatadi. Bu shunchaki kontent emas, bu jonlangan tarix. Bizga obuna bo'lishni unutmang.